Assalomu alaykum barchaga YouTube kanalimizning podpishchiklari va Foton brendining ashaddiy klientlari. Mana bizda hozir mikroavtobus Foton brendiga tegishli nalichda tayyor turibdi. Oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa, men narxlarini обязательно sizlarga aytib o'taman. Mikroavtobusimiz uzunligi keladigan bo'lsak 539 bo'ladi. Eni 192, balandligi 228 bo'ladi. Otqichi keladigan bo'lsak 155 otqichi, umumiy bak hajmi 65 litr tashkil qiladi. 5 pog'onali avtozatmalar qutisi, обязательно mexanik. Hop, hozir sizlarga ichini полностью obzor qilib ko'rsataman. İçini ko'rib turganingizdek, ichiga nima deydi, shopir bilan 13 odam sig'adi, passajirlarning o'zi 12 ta. Buni oldini ham ko'rishingiz mumkin. 5 pog'onali avtozatmalar qutisi, gidravlika rul, ABS tormoz tizimi, elektron tablo, elektron oyna ko'targichlari, konditsioner, aux, fleshka hammasi bor. Bu yoqda вот konditsioner hammasi bor. Eng qizig'i tepada panorama yuk oynalari ham mavjud. Esingizda bo'lsa, bu mashinamizning narxi 449 million 120 ming so'm tashkil qilgandi. Lekin muxlislarimizning takliflariga binoan 100% oplata qilsanglar 424 million 900 ming so'mga mana shu mashinani berib yuboramiz. Bunda kredit, lizing, naqd to'lov, rassrochka hamma to'lov turlarimiz bor. Va ikkinchi mashinamiz nalichda tayyor turibdi, Trackmate 2 yuk mashinasi. Buni otqichi 111 otqichi bo'ladi. Bort uzunligi 330 ga 171, balandligi 36 sm bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mashina kuzovga emas, ramaga yig'ilgan. Mana qo'sh balon. Dokumentalni 2 tonna yuk ko'taradi bu mashinamiz. Bot ko'rib turibsizlar, orqa old tarafdan juda ham chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, buni ichki qismiga keladigan bo'lsak, elektron oyna ko'targichlari, gidravlika rul, ABS tormoz tizimi, 5 pog'onali avtozatmalar qutisi, konditsioner, radio, aux, fleshka. Buni ko'rib turganingizdek, bemalol 2 kishi sig'adi. Bu 100 kilometrga 8 benzin sarflaydi. Umumiy bak hajmi 50 litr tashkil qiladi. Akalar, bizning lokatsiyamiz, agar bizning yangi yo'l akalarimiz ko'rishayotgan bo'lsa, yangi yo'ldan shaharga kelaverishinglarda bu yoqda Med kollej bor. Med kollejdan ozgincha o'tganinglardan keyin mana bu yoqda Havas keladi, Havasdan Olmadan keyin ozgincha yurganinglardan keyin Foton avtosaloni keladi. Agar lokatsiyani masalaga yozib o'taman, Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar Anor Qulov ko'chasi 20-da joylashgan. Kelsanglar qolganda gaplashib olamiz. Xudo xolasa aksiyalarimiz mavjud. Inshaalloh kelsanglar sizlarni hammalarni rozi qilamiz. Quyidagi raqamga bemalol qo'ng'iroq qilaveringlar, bepul konsultatsiya sizlarga.